olganda bolalarda kech gapirishda neyropatolog qanday rol o'ynaydi va onasini qo'shimcha kasalliklarini hisobiga muammo bilan tug'ilayotgan bolalar shu holatlardan o'tsa qachon mutaxassisga murojaat qilish kerak? genetik holati, ya'ni nasliy moyillik holatlari bu уже tug'ma pnevmoniya, tug'ma nafas yetishmovchiligi bilan. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, o'z farzandlarini taqdiriga befarq bo'lmagan aziz onajonlar. Bugungi podkastimiz aynan mutaxassislar bilan bo'lib o'tadi. Men Zumradxon Sadaslavna, logoped-defektolog, Neyroland korreksion markazi rahbari va asoschisiman. Bugungi mehmonimiz bolalar va kattalar neyropatologi Robiyaxon Mirabbasovna. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men Qadirova Robiya Mirabbasovna, umumiy nevropatolog bo'lib 17 yildan beri ish faoliyatimni olib boraman. Bizning amaliyotimizda kattalar va bolalar nevrologiyasi muhim o'rin tutadi. Shu jumladan bolalar nevrologiyasini ahamiyati juda ham katta va sizning taklifingiz uchun juda ham katta rahmat. Xo'p, bugungi mavzuyimiz dolzarb mavzulardan biri, ya'ni bolajon nima uchun gapirmayapti? Nutqning kechikishi. Va bu holatda ota-onalar mutaxassisga murojaat qilaymi, logoped-defektologga ili vrach neyropatologlargami? Mana shu holatga biz oydinlik kiritmoqchimiz va shuning uchun bugungi sizni mehmon sifatida taklif qildik. Xo'p, ota-onalarimiz tarafdan juda ham ko'p savollar berilgan. Shuning uchun vaqtdan unumli foydalangan holda sizga savollarimizni berib boshlaymiz. Umuman olganda bolalarda kech gapirishda neyropatolog qanday rol o'ynaydi? Va bu paytda nevrologik bu nutqish, ya'ni nutq kechikishi bu nevrologik muammomi yoki bolajonning rivojlanishiga bog'liqmi? Savolingiz uchun rahmat. Birinchidan aytadigan bo'lsak, nutq rivojlanishi homiladorlik davridan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki hozir homiladorlik davrini o'zi muammolar bilan to'la o'tadi ko'pincha. Ayniqsa pandemiyadan keyin homiladorlik davrida juda ham ko'p muammolar kechadi. Ayniqsa muddatiga yetilmasdan tug'ilayotgan bolalarda nevrologik muammolar, muddatiga yetgan bo'lsa ham onasini qo'shimcha kasalliklarini hisobiga muammo bilan tug'ilayotgan bolalar tug'ilishi bilan tug'ma pnevmoniyalar bilan tug'ilayotgan bolalarda bu umumiy nutq buzilishlarini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat bu nasliy holat hisoblanadi, ya'ni ota-onasida nutqda bo'lgan muammolar, ruhiyatda bo'lgan muammolar bolaga nasldan naslga o'tadi. Uchinchi ko'rib chiqadigan narsamiz bu mana shu Covid pandemiyasiga taqaladigan holat hisoblanib, Covid pandemiyasidan shu paytgacha tug'ilayotgan bolalar, ayniqsa tug'ma pnevmoniya, tug'ma nafas yetishmovchiligi bilan tug'ilgan nuqsonli bolalarda majbur bo'linadi bola tug'ilishi bilan kuchli antibiotiklarni olishga. O'sha kuchli antibiotiklarni olish davomida bolani eshitish nerviga zaharli ta'sir qilishi hisobiga bolada eshitish nuqsoni paydo bo'lishi. Bu eshitish nuqsoni paydo bo'lishini darrov ota-onalar payqamasligi mumkin. Shuning uchun 1 yoshda, 2 yoshda bolam yaxshi eshitadi deb o'ylaydi va vaholanki eshitishda muammo bo'ladi. Bu tug'ma eshitish nuqsoni bo'lmasa ham bu orttirilgan, ya'ni antibiotiklarni zaharli xususiyatini hisobiga kelib chiqadigan muammo hisoblanadi. Keyingisi bu tarbiya muammosi. Hozirgi ko'taradigan eng dolzarb bizani muammoimiz bu tarbiyadagi noqislik deyiladi, ya'ni ruschasiga defekt vaspitания. Shularni hammasi bitta bo'lib nutq kechikishiga olib keladi. Hozir esa shu hamma sanab o'tgan jarayoningizni birma-bir ichiga kirib ko'rib chiqamiz bu mavzularni va eng hozir aktual muammoni ko'tardingiz, ya'ni homiladorlik davrini o'tishi.
Misol uchun, meni ham ko'rgimga kelishganligingizda ota-onalardan homiladorlik davri qanaqa o'tdi desam, oddiy o'tdi va hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi deyishadi. Ichki kirib so'rashni boshlaganimizda shu gemoglobin pastligi yoki o'sha nevrozda o'tkazgan holatligisi yoki o'sha siz aytganingizdek medikamentoz olgan onajonimiz va o'sha homiladorlik davrida infeksion kasalliklar yoki oddiy shamollash o'tkazishni ham ular uchun oddiy holat deb qabul qilishadi. Va bu holatda bolajonda nimalarga e'tibor berishligingiz kerak tug'ilganda? To'ppa-to'g'ri, bizada hozirgi eng dolzarb muammolardan biri onalarni yosh turmushga chiqishi. Bu birinchidan, ikkinchidan tug'ruqlarni orasi juda qisqalik. Ya'ni farzandlarni orasi 1 yosh, 1,5 yosh bo'ladi. Ona tug'ruqqa tayyorlanmasdan turib yana homilador bo'ladi, yana tug'adi. Qarabsizki, nimjon bola tug'ilishiga sabab bo'ladi. Shu jumladan hozirgi 19-yildan beri, 20-yildan beri avj olib kelayotgan Covid pandemiyasi baribir to'liqligicha ketgani yo'q. O'zini baribir xurujlari bilan ko'rsatib turadi. Shuning uchun Covid pandemiyasida oddiy virusli infeksiya hisobiga burni oqsa ham, tomog'i og'risa ham homilador ayolni ayni yo'ldoshiga ta'sirini ko'rib turamiz. Ya'ni o'sha Doppler UZI'larda yo'ldoshi yetishmasligi, yo'ldoshi tez qarib qolishi, qon quyilib ketishi, qon bosimini yuqori bo'lishi albatta homilaga ta'sir qiladi. Uni yetilmasdan tug'ilishi, bosh miya strukturalarini yetilmasdan bolani tug'ilishi yoki bo'lmasa o'sha muddatiga yetib tug'ilgan bo'lsa ham bolani o'sha infeksiyalar bilan tug'ilishi ham bu muammoli hisoblanadi. Bu o'sha Covidga tegishli muammolar. Ikkinchisi bu ijtimoiy muhit. Ya'ni oiladagi ijtimoiy muhit, ayolni ruhiyatini muammolari, ayolni o'tkazayotgan stresslari, yaxshi ovqatlanmasligi yoki uyda ro'zg'ori but bo'lsa ham napitkalar, Coca-Cola, Pepsi, har xil fast foodlarga tobelik, to'g'ri ovqatlanmaslik, surunkali kamqonligi, surunkali arterial qon bosimini balandligi bu homila gipoksiyasiga olib keladi. Shu jumladan nutqqa ham to'g'ridan to'g'ri ta'siri bor. Shunda oyijonlarga nima maslahat beramiz? Ya'ni nima shu holatlardan o'tsa, qachon mutaxassisga murojaat qilish kerak? Nima onajonlarimizga, ya'ni lampochka mana shunaqa narsa o'tkazdi va endi u mutaxassisga olib borish kerak. Shu jarayonni cho'zilib ketmasligini oldini olish uchun. Onalarga tavsiya berardimki, har bitta ona o'zini homiladorligini qanaqa o'tayotganini o'zi biladi. Agar muammoli o'tsa, bola tug'ilishi bilan mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar homiladorligi muammoli o'tmasa, baribir bizda patronaj ko'riklari bor. Hech qanaqa shikoyati bo'lmasa ham raddomda ko'riladi. Agar raddomda mutaxassislar qaysidir muammolarni topgan bo'lsa, o'zligi yana yo'llanma orqali mutaxassisga jo'natishadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, har bola tug'ilgandan keyin 30 kunlik bo'lganda u poliklinika, oilaviy poliklinikaga chiqib hamma ko'riklardan o'tish kerak bo'ladi. Ana o'shanda ham nima nuqsonlari bo'lsa aniqlanadi. Genetik holati, ya'ni nasliy moyillik holatlari bu уже tug'ruqxonani o'zidayoq aniqlanadi. Ya'ni ota-onasini o'sha kasalliklari hisobga olinadi, tug'ruqxonada olinayotgan nasliy kasalliklarga analizlar hisobga olinadi. Ana o'shalarga qarab bolani holatini biz baholaymiz. Ya'ni hozir siz aytib o'tganingizdek, antibiotiklar agar bolajon tug'ilgan davrida antibiotiklar olgan bo'lsa, bu holatda eshitishni susayishiga olib kelar ekan. Albatta. Shu davrni qachon bolajonni eshitishini tekshirib qo'yishimiz kerak? Eshitishini tekshirishimiz o'sha 30 kunlikda mutaxassisga olib boriladi. 30 kunlik chaqaloqda уже tovushlarga reaksiyasi, chapaklarga reaksiyasi, birdaniga nima deydi, xullas reaksiyalari tekshiriladi. Ya'ni bu tekshiruv og'riqli emas? Yo'q, umuman og'riqli emas. Bu oddiy
ko'rikda, osmotrda shartli reflekslarini hisobga olgan holatda oddiy nevrologik tekshiruv o'tkaziladi. Chunki ko'pincha tekshiruvlarda kichkintoy olib borishga nima qilishadi? Qo'rqishadi. Shuning uchun shu holatni to'g'ri yondashishligiga biza ko'rsatma berib o'tyapmiz. Xo'p, yana bir savol kelib tushgan, ya'ni qaysi belgi yoki yoshda ota-ona darrov nevropatologga murojaat qilish kerak? Nevropatologga o'zi necha yoshda borishimiz kerak? Qachon biz shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak? Agar sog'lom homila, sog'lom tug'ruq, 1 yoshgacha kasal bo'lmasdan sog'lom tug'ilgan bolalarda bo'lsa, o'zini har bitta oyligida shartli ravishda boradigan vaqtlari bo'ladi. Ya'ni bu 30 kunligida, 4 oyligida, 6 oyligida, 8 oyligida, 1 yoshida to'liq mutaxassis ko'ruvdan o'tish kerak bo'ladi, shikoyati yo'q bo'lsa ham. Lekin shikoyati bo'lsa, darrowgina bu 3 kunlik bo'ladimi, 5 kunlikmi yoki 1 oylik chaqaloq bo'ladimi, darrov boriladi. Ya'ni shikoyatlarimizdan biri sarg'ayma. Ya'ni bolada sarg'ayishni cho'zilish davri deymizmi? Bir xil bolajonlarda tez o'tib ketsa, bir xil bolajonlarda cho'ziladi. Bu qanchalik bolaning rivojlanishiga xavfli? Sarg'ayma o'zi ko'pincha rezus konflikt hisobiga bo'lib keladigan muammo edi. Hozirgi paytda u yana ham keltirib chiqaradigan faktorlar ko'payib ketganligi hisobiga, virus omillari ko'payib ketganligi hisobiga gruppovoy konflikt boshqa virus omillarini hisobiga ham sarg'ayma juda sarg'ayib yotgan bolalar juda ko'p hozir. Sarg'ayib o'zini vaqtida sarg'aymasi ketmayotgan bolajon. Hop, ularni o'zini normadagi holati, ya'ni bola 40 kun, ya'ni 30 kunning ichida bola to'liq sarg'aymasidan xalos bo'lib, o'zini och pushti rangiga ega bo'lish kerak. Ko'zida ko'z olmasidagi sarg'aymalar ketish kerak, ko'z olmasining rangi oppoq holatda bo'lish kerak. 40 kunning ichida bolada hech qanaqa sarg'aymani elementlari qolgan bo'lish kerak emas. 40 kunning ichida 40 kungacha, agar bolasi 30 kunning ichida sarg'ayib ketgan bo'lsa, 40 kun bo'lishini kutish kerak emas. Darrowgina mutaxassis qabulga yozilib yoki o'sha tug'ruq kompleksga, qayerda tug'gan bo'lsa, o'sha tug'ruq kompleksiga borib, neonatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Sarg'ayma bu nima degani? Sarg'ayma degani bog'lanmagan bilirubinni qondagi miqdorini normadan haddan ziyod oshib ketishi. Bog'lanmagan bilirubin nomi bilan bog'lanmagan. U oqsil bilan bog'lanib, siydik axlat orqali chiqib ketish kerak normada. Bizda nima muammo bo'ladi bolada? Bolada bog'lanmagan bilirubin oqsilga bog'lanib, miya to'qimasiga o'tirishni boshlaydi. Ya'ni tropikasi o'sha miya to'qimasidagi fosfolipidli oqsilli yog'lar bilan birikib, bolani miyasiga o'tirishni boshlaydi. Ana shuni hisobiga bizda yaderная желтуха degan kasallik, ya'ni GBN, gemoliticheskiy болезнь новорожденных degan kasallikni kuzatamiz. Ya'ni o'sha bog'lanmagan bilirubinning qondagi miqdori 100 dan oshib ketadi. 200, 300, 500 gacha boradi. Bunda eng xavotirli narsa bola ko'p uxlaydi. Bizani onalar juda xursand bo'lishadi. Bolam ko'p uxlayapti, bezovtaligi yo'q. Bu juda ham katta aldamchi holat hisoblanadi. Keyin tonus masalasida juda ham ko'p shu tonus masalasida har xil miflar, ya'ni muammolar bor. Bu onalar tarafidan ham, bolalar nevrologiyasi tarafidan ham, ya'ni homiladorlikdagi tonus. Yo'q, bu bola chaqaloqdagi tonus. Chaqaloqdagi tonus, gipertonus, ya'ni juda qattimli 2 oylikgacha bu norma hisoblanadi. 2 oylikgacha naborot teskarisi, agar bola naborot bo'shashgan bo'lib tug'ilsagina bu muammo.
Bizda aytishadiki, oilaviy shifokorlar ham ba'zan, endi hamma emas, 2 oylikgacha tonusi juda yuqori bolangizni bu nevrologicheskiy bola deyishadi. Bu noto'g'ri fikr. O'zi 2 oylikgacha gipertonus norma hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha bolani sarg'ayib ketishi, ko'z oqigacha sarg'ayib ketishi, terisini rangi sariq bo'lishi, ko'p uxlashi bu muammoli belgilar. Shuni ko'rgan zahoti mutaxassisga murojaat qilish kerak. Mana shu joyiga e'tiborli bo'lamiz aziz onajonlar, chunki eng asosiy birinchi signal berib va shunga e'tibor qiladigan inson bu onalar. Shuning uchun onalar o'zligisini ustida ishlashligi va homiladorlik davrida bola rivojlanishini nima qilishligi kerak? O'zligingiz o'rganishligingiz kerak, chunki hozir zamon talabi, hozir har bir mutaxassisga borganimizda o'sha mutaxassisdan nima olishimiz kerak va nima maqsadda borishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Bu loyihamiz ham shunga qaratilgan. Bizni kuzatishda davom etasiz va biz barcha bola rivojlanishidagi barcha vrach mutaxassislarni podkastga taklif qilamiz. Mana hozir sizdan juda ham kerakli maslahatlar olamiz. Xo'p, endi bu holat, ya'ni sarg'ayma holatini cho'zilishi nima asoratlari qanday? Mana shu narsa to'g'risida aytsangiz. Ya'ni chunki bizda ko'pincha sarg'ayish holatini o'tib ketadi. Baribir qanaqa bo'lsa ham davolashadi va davolashmaydi. Davolanganda aytishadiki, davolaganmiz-ku, nimaga yana bizda shu narsa muammo keltiryapti deyshadi. Va eng achinarli holat bolajonni, ya'ni yoshiga nisbatan orqada qolishini 3 yosh, 4 yosh va holanki 5 yoshgacha ham ota-onalarimiz nima qilishadi? Kutishadi. 5 yoshdan keyin gapiradi va bu holat aynan sarg'ayish olib kelayotganini siz tarafdan bizga shu narsani yoritib bersangiz. Hozir yuqorida aytganimdek, sarg'aymani asosiy keltirib chiqaradigan omili bu bog'lanmagan bilirubinni qonda ko'payib miyaga o'tirishi hisoblanadi. U miyaga o'tirgandan keyin po'stloq osti strukturalarini jarohatlaydi. Po'stloq osti strukturalarini jarohatlangani sababli agar vaqtida yordam bersangiz, qonini yuvib, bog'lanmagan bilirubinni miqdorini pasaytirib, bolaga birinchi yordam bergandan keyin bola darrogina o'ziga kelishni boshlaydi, lekin baribir qanaqadir asoratlar bo'ladi agarda bolani 40 kunlikdan keyin kech murojaat qilishgan bo'lsa. Agar bola 2 oylikda o'sha oilasini qanaqadir behafsalaligini hisobga olibmi yoki o'zi o'tib ketadi degan narsa ko'p o'zbekchilikda, o'zi o'tib ketadi, o'zi shunaqa bo'ladi degan narsa, vahima qilmanglar, bola shunaqa katta bo'ladi. Ana shunaqalar holatda 2 oygacha sarg'aymasi agar davom etgan bo'lsa, bolalar cerebral falajiga olib kelishi mumkin. Bu ham darrov sezilmaydi. Bolani 6 oylikdan keyin oyoq qo'lida tirishishlar, aqlida, harakat doirasida, aqliy doirasida orqada qolishlarni kuzatamiz. Ya'ni nutq kechikishi buni 3 yosh, 4 yoshda emas, aynan bola tug'ilish davridan qarashimiz va e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Shuning uchun har bir bolada kuzatilayotgan jarayonga e'tiborli bo'lamiz. Yana savollarimiz bor, juda savollar ko'p berishgan. Asosiylarini olishga harakat qildik. Siz ko'p uchratadigan, ya'ni kech gapirishdagi sabablar nimalardan kelib chiqayotgani va neyropatolog qaysi ko'rsatmalarga ko'ra bolajon tekshirishadi. Chunki hozirgi kunda meni ko'rgimga, ya'ni aynan siz tarafdan, ya'ni medikament vositalaridan o'tib kelishadi logoped diftolog ko'rigiga va shu holatda qo'ligizda doimiy ravishda EEG va MRT pokazaniyalar bilan birga keladi. Hozirgi kunda 99% bolalar shu MRT ko'rsatmalari bilan kelyapti. Bu qanchalik to'g'ri shu apparatlarga bolajonlarni tushirish? Qaysi holatlarda tushirish to'g'ri bo'ladi? Hozirgi paytda menga murojaat qilayotgan bolalarning ichida eng ko'p foizini bu nutqda orqada qolish holatini, eng ko'p foizini bu tarbiyaviy masala muammosi deb hisoblayman. Chunki расстройство аутического спектра degan katta diagnoz bor. Bu diagnoz nutq orqada qolishi holatini
uzog'i bilan 5%ginasini tashkil qiladi. Vaholanki. Qolgan foizini nutq orqada qolgan foizini bu tarbiya muammosi, eshitishdagi muammolar, aqli zaiflik tashkil qiladi. Chunki расстройство autического spektra boshqachasiga детская shizofreniya deb nomlanadi. Bu to'liqdan to'liq nasliy kasallik hisoblanadi. Ya'ni ota avlodida, ona avlodida ruhiyatda muammosi bo'lgan bo'lsa, o'sha ruhiyatda nevrologik, psixiatrik holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bolaga albatta o'tish kuzatiladi. Bu birinchi. Ikkinchi eng katta, eng dolzarb, lekin shu bilan bir qatorda juda ham tez davolashga bo'ysunadigan holatimiz bu tarbiya masalasi. Ya'ni bolalar bilan jonli muloqotni yo'qligi. Bu eng katta muammo. Bolalar bilan jonli muloqotni yo'qligi, bolalarni to'liq butilka, soska, televizor, telefonga o'rgatib qo'yish, bolalarga tayyor ximikat oziq-ovqatlarni berish, bolalarda vaqtida chaynov refleksini rivojlantirmaslik. Chunki bekorga biza 6 oylikdan boshlab qo'shimcha ovqatlar qo'shing deb aytmaymiz. Chunki hozir qarab tursangiz, 2 yoshli bolaga ham nima bilan boqasiz bolangizni? Faqat ko'krak bilan deyishadi. Bu juda ham katta. Yoki butilka smeslar. Yoki butilka smeslar bilan, yoki o'sha fruktiniyalar yoki детский ximikat smeslar bilan boqishadi. Bu juda ham xato hisoblanadi. Chunki shunaqa bo'ladiki, hozir yo ota-onalarimiz juda e'tiborli bo'lishyapti yoki haddan tashqari e'tiborsiz qoladi. Ya'ni bu yerda o'sha tiqilib qoladi yoki butilkada osongina ichirib qo'yishadi. Ya'ni shunaqa holatga o'tib qolgan. Bu qanchalik rivojlanishiga, ya'ni nutqni chiqishiga qanchalik ta'sir qiladi? Nutq apparati bu o'sha og'iz, til, tish, lunjlar to'liq anatomik jihatdan sog'lom bo'lgan holatda chiqadigan tovushlar o'sha nutq rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Lekin bir xilda o'sha aytayotganimdek tug'ma nuqsonlar bo'ladi. Bu volchya past, zaycha gubalar, nutq apparatida muammolar, tug'ma nuqsonlar bo'lsa, bu o'z yo'liga. Biz hozir faqat sog'lom bolalar to'g'risida gaplashyapmiz. O'shuning uchun biz hozir faqat sog'lom bolalar holatida bu birinchi navbatda o'sha tarbiya masalasi. Ya'ni men hozir normativini aytib o'taman. Ya'ni 6 oydan boshlab bolaga qo'shimcha ovqatlarni qo'shish, blender qilib berish, mayda ovqatlarni 9 oylik, 10 oylik, ya'ni tish chiqquncha berib, keyin qolganiga yarim sal yirikroq qilib berish, ya'ni chaynov refleksini bolada qo'zg'atish, 1 yoshdan keyin to'liq o'ziga alohida qozoq-ovqat qilib berish, 1 yoshda to'liq butilkadan, soskadan ayirish, bola bilan jonli muloqotda bo'lishi, bola bilan rangli, har xil rangli o'yinchoqlar, mayda melko motorikasini rivojlantirish, bolani sportga berish, o'sha basseynlarda suzdirish. Hozir даже 6 oylik bolalarni ham basseynlar bor, bemalol basseynlarga borib bolani ham aqliy, ham jismoniy holatini kuchaytirish mumkin. Zo'r. Ya'ni bundan shu kelib chiqyaptiki, 6 oylikdan boshlab, ya'ni 10 oylik, 6 oylik bolajonlarda chaynov refleksini rivojlantirish va bolalar chaynab ovqat yeyishiga ruxsat berishimiz kerak ekan. Bu bola uchun normal holat. Va bu bilan nutqning chiqishini nima qilamiz? Tezlashtiramiz. Albatta. Va shu o'rinda bizaga endi shu mutaxassislikka murojaat qilganimizda MRTga показания yozishganda nimalarga e'tibor qilib bolani olib boramiz? Har bitta instrumentalniy исследованияni, ya'ni instrumental tekshiruvlarni o'ziga yarasha ko'rsatmasi bo'ladi. Bu ko'rsatmalarga binoan biz bolani yo'naltiramiz instrumental tekshiruvga. Biz xohishimiz uchun emas. Bu qoidasi bo'lish kerak har bitta narsa. Agar biz bolada
bosh miya tug'ma nuqsonlariga gumon qilsak, nasliy har xil kasalliklarga gumon qilsak yoki og'iz apparatidagi tug'ma nuqsonlarga, halqumdagi tug'ma nuqsonlar, burun yondosh bo'shliqlaridagi tug'ma muammolar, infeksion shamollashlarga yoki quloqdagi muammolarga biz agar gumon qilsakkina MRTga jo'natishimiz mumkin. Oldini olish uchun qani nima ekan deb jo'natishga haqqimiz yo'q. EEG masalasida bu undan ham yomonroq holatlar, ya'ni EEG bu elektroensefalografiya, ya'ni buni vazifasi bosh miya po'stloq qismidagi impulslarni yozish. Bosh miya po'stloq qismida normalniy impulslar chiqadi, ya'ni o'zidan elektr impulslarni chiqaradi. Bu muammo qachon buziladi? Qachonki bolada epilepsiya bo'lsa. Ya'ni hushdan ketish, tutqanoq belgilari, tirishib qolishlar, bu tutqanoq belgilarini tez takrorlanishi bu EEGga ko'rsatma hisoblanadi. Bir marta ham sudragisi bo'lmagan bola, bir marta ham hushdan ketmagan bolani EEGga jo'natish bu xato. Chunki ko'pincha bizning mutaxassislarimiz EEGni aqliy faoliyatini biladi deb aytishadi. Bu xato. EEG bolani aqliy faoliyatini bilmaydi. Bolani aqliy faoliyati faqatgina nevrologik, logopedik, defektologik ko'ruvda aniqlanadi. Ya'ni ochniy ko'ruvda suhbatlashgan holatda bolani aqliy qobiliyati aniqlanadi. Uni apparat aniqlab bera olmaydi. Zo'r, juda ham kerakli maslahat bo'ldi va bu holatda aniq va kerakli mutaxassislarga murojaat qilib, ya'ni misol uchun bizda Neuroland markazimizda biz 2 hafta davomida bolajonni diagnostika qilamiz va bola qanaqa holatda va stress holatda qanaqa o'zini tutyapti, publikada qanaqa o'zini tutyapti, ya'ni har bir jarayonni hisobga olib bolani yosh normasini ko'rib chiqamiz va sizdan yana bir savolimiz bor. Ko'pincha ota-onalarimiz bolam diqqati tarqoq, giperaktiv deyishadi yoki xotirasida hech narsa qolmayapti. Logopedga bordi yoki mutaxassisga bordi, xotirasida qolmayapti, shunga dori yozib bering deyishadi. Shunda dorilarga, ya'ni medikamentozga qachon murojaat qilgan to'g'ri? Xo'p, hozirgi paytda ota-onalarimiz juda oson yo'lni yaxshi ko'rishadi. Osongina gapirishini xohlashadi, osongina bu kasallikdan tuzalib ketishi. Lekin bu holat to'liq 100% davolashni hisobga olganda 10% bu mutaxassisning qo'lida bo'lsa, 90% bu ota-onani qo'lida hisoblanadi. Buni ular inobatga olishmaydi. Ya'ni hamma narsani mutaxassisdan kutishadi. Bu xato. Ya'ni bolani bu holatdan chiqarish 90% ota-onani, oilani ko'magi orqali bo'ladi. Ota-onalar so'rashadiki, gapirtiradigan dori yozib bering, doktor deb iltimos qilishadi. Men hozir shu vaqtdan foydalanib aytmoqchimanki, hurmatli ota-onalar, gapirtiradigan dorilar mavjud emas. Bunaqa sehrli tabletkalar hali o'ylab topilmagan. Biz yordam berishimiz mumkin faqatgina bolani diqqatini jamlash uchun. Diqqati jamlanish uchun bolani gemoglobini 120 dan baland bo'lishi kerak. Zo'r. Bola to'liq vesda ya'ni o'zini yoshiga mos og'irligida bo'lishi kerak. Agar bola o'zini yoshiga mos og'irligini olmagan bo'lsa, qoni kam, ya'ni surunkali kamqonlik bo'lsa, A vitaminoz bo'lsa, bola oqsil bilan boqilmasa, faqat ko'krak yoki boshqa ximikat detskiy pitaniyalar bilan boqilgan bo'lsa, boladan hech narsa kutmang. Bu qanchalik qo'pol gap bo'lsa ham. Ya'ni misol uchun sportsmenlarda ham faqat trenirovka emas, ya'ni ovqatlanishiga e'tibor qaratish. Ovqatlanishiga e'tibor qaratiladi. Shuning uchun menga kelgan bemorlarni doim birinchi navbatda men rejim
питания и rejim nima holatlarda yurishi kerakligini birinchi navbatda yozib beraman. Ya'ni sog'lom kun tartibiga rioya Albatta. qilish. Shu o'rinda hozir mana ya'ni siz neyropatolog mutaxassisligiga murojaat qilingandan keyingi holatni ko'rganimizda menga bir anaqa faylda olib kelishadi. Biz mana shunchalik chenya oldik, hali bolamizda o'zgarish bo'lmayapti deyshadi. Shunda olaman-da показаниялар o'qiyman, ya'ni vrachlardan kelgan показания. Shu yerda bir o'rinda aytib o'tsam, diagnoz degan joyda qator diagnozlar keltirilgan bo'ladi. Misol uchun, ketma-ket yoziladi ZPR, SDVG, RAS, yana kamiga yana boshqa ketma-ket yozishadi. Bu biz logoped dialektologlar qaysi biriga qarab ish davom ettirishimiz kerak. Vaholanki, diagnoz qo'yish bu aynan vrachlarimiz tomonidan qo'yilishi kerak deyshadi. Shunga siz qanaqa qaraysiz? Birinchi normativini muhokama qilib olsak, ya'ni normada bola 10 yoshgacha giperaktivniy bo'ladi. Bu bosh miya po'stloq qismini yetilayotganidan darak beradi. Bu norma. Ya'ni bola sho'x, bolada bosh miya po'stloq qismida impulsivniy tez impulslarni o'tishi, ana o'shani hisobiga bola o'zini qo'yishga joy topa olmasligi, darrov bir joyda zerikib qolishi, bu hammasi norma hisoblanadi. Demak, SDVG bolada giperaktivность 10 yoshgacha norma hisoblanishi, keyin rostdan ham 2 yoshli, 3 yoshli bolajonlarga nevropatologlar tomonidan задержка психоречевого развития, задержка психомоторного развития deb qo'yiladi. Bular diagnoz emas, ya'ni sindromlar hisoblanadi. Asosiy kasalligi bu ko'pincha o'sha giperaktivность hisoblanib, bu ham norma bo'ladi, lekin muammo bolani diqqatini yig'maslikda bo'ladi. Bolani diqqatini yig'maslikka sabab ko'pincha meni praktikamda kamqonlikka aniqlayman. Ya'ni qanchalik bolalarda kamqonlik bo'lsa, shunchalik diqqati tarqoq, bergan vazifangizni qilmaydigan, quloqsiz, bir joyda turmaydigan, esdan chiqib qoladigan, undan ham eng yomon holat bu bolalarni o'ta emotsional bo'lishi, ya'ni yig'loqi, juda qo'rqoq, zamknutый, o'zini ruhiyatini nima deydi, yopib olgan bolalar, o'zini ruhiyati alohida bo'lgan bolalar. Mana o'shalarni holatida biz ko'ramiz ko'pincha bu yerda o'sha tarbiya masalasini. Ya'ni aynan ota-onalarimiz bolajonlarni uyda, ya'ni 3 yoshgacha, 4 yoshgacha holatlar bo'ladi, bolani ko'chaga olib chiqishmaydi. Va uy o'zi bo'g'iq, yopiq va bu holatda bolajon ko'p harakat qilishi va gemoglobin past holatda yana ham o'sha mana hozir aytganingizdek shu holat kuzatilyapti. Shunda ko'chaga ko'proq chiqishsa, menimcha bu SDVG emas, shu holatda energiyaligini chiqarishadi. Va bu yerda bizni oyijonlarimizga nima maslahat berasiz SDVG, ya'ni giperaktivniy bolajonlarimizga? Giperaktiv bolajonlarimizga ota-onasi agar bolada shu giperaktivlikni kuzatayotgan bo'lsa, albatta voqli bog'chaga berish tavsiya qilaman. Bu aqliy va nima deydi? Aqliy va jismoniy mehnatini galma-gal olib borishni tavsiya qilaman. Shunda bolani zeriktirishga vaqt bermaslikka tavsiya qilaman. Eng birinchi tavsiya qiladigan narsam bu to'g'ri ovqatlanish. Zo'r. To'g'ri ovqatlanish bolani sog'ligini garov hisoblanadi. Agar ximikat ovqat bersa, chunki shu narsalarga men guvoh bo'lganman, 9 oylik bolalarga butilkada Pepsi ichirishadi. 5 yoshli bola so'ska so'rib yuradi. 5 yoshli bola pampersda. Shu darajada giperopeka, bola garshodan qo'rqadi deb ruxsat berishadi ishtoniga o'sha ishini bajarishiga.
Bu juda ham katta xato. Shu o'rinda zo'r mavzu ko'tardingiz. Hozirgi podkastimiz ota-onalarimizga manfaatli bo'lsin. Ya'ni hozir gemoglobin pastligi, boladagi gemoglobin pastligi boladagi o'zgarishlarga keltirib chiqarar ekan. Shu mavzuni yanada ham bizga yoritib bersangiz. Gemoglobinni ko'tarish uchun bolaga 6 oylikdan boshlab qo'shimcha ovqatlar qo'shish tavsiya qilaman. Bu umumiy ovqat emas, ya'ni bolani o'ziga alohida ovqat tayyorlab berish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha alohida go'sht qaynatib, ichiga kartoshka, sabzilar solib, hech qanaqa qizartiradiganlarsiz, tuzsiz, shakarsiz, oppoq, bemaza sho'rva qilib berish. Ya'ni uni bizning maqsad bolaga kaloriya, ya'ni oqsilga boy ovqatlantirish. Ana shundagina bola, chunki 1 yoshgacha bo'lgan bolalar oy sari emas, kun sayi og'irlik, vес qo'shib, og'irlik qo'shib rivojlanish kerak. Rivojlanishi uchun biz oqsil yetkazib bermasak, bolani sun'iy ovqatlarga boqsak, bolani rivojlanishi juda ham chala bo'ladi. Ana shuni hisobiga bolada har xil nevrologik o'zgarishlar, aqliy, nutqiy rivojlanishda orqada qolishlar kuzatilishi mumkin. Injiq bo'lib qolishi bolajonlarni. Mana shu o'rinda hozir ovqatlanish to'g'risida aytdingiz, ya'ni suyuq ovqatlar mavzusi. Bizda murojaat qiladigan aksariyat ota-onalarimizni bolajonlari hozirgi yosh avlod suyuq ovqat ichishmaydi. Ko'p bolajonlar kartoshka frida yoki shashlik yeyishadi, yoki aytganingizdek gazli ichimlikka ro'ju qo'yishadi. Bu qanchalik bolajonga ta'sir qiladi? Biz qayta aytamiz, mana yana mutaxassisdan eshitamiz. Birinchi navbatda ichaklarning faoliyatiga yomon ta'sir qiladi. Ya'ni surunkali disbakterioz keltirib chiqaradi. Bu degani yeyotgan ovqatlari ichagiga singmaydi. Bu holatlar, bu zaharli holatlarga olib keladi. Ya'ni ichi surib ketadi. Bola tez ichak infeksiyalari bilan kasallanadi. Tomoq, burun a'zolarida surunkali shamollashlar bilan kasallanadi. Qancha bola kasallansa, shuncha nevrologik holati orqaga ketadi. Qancha ortiqcha somatik kasal bo'lsa, shuncha nevrologik holat orqaga ketadi. Chunki bolani immunitet kurashi infeksiyaga bo'lib qoladi. O'zini o'zi tiklashga bo'lmaydi. Ya'ni miya rivojlanishi, aqliy rivojlanish orqada qolishi boshlaydi. Hozir mana shunchalik bolani to'g'ri ovqatlanmasligi bolani rivojlanishiga ta'sir qilar ekan, shu o'rinda ya'ni bolani rivojlanishida medikamentoz vositalarimiz yoki bolalarimizga beradigan o'sha aktivni ota-onalar hozirgi kunda berishadi, immunitetini ko'taradigan dorilarimiz, vitaminlar, batlarimiz, bular ya'ni bizani shu kimyo berayotgan ovqatimizda qanchalik so'rilyapti. Va bu holatda ota-onalarimiz tomonidan bo'lmasa bolam ovqatlarni siz aytayotgan ovqatlaringizni olib tashlasam yoki bulyonlarga o'tkazsam, umuman ovqat yemaydi deyshadi. Yuraveradi bola, ovqat yemay yuraveradi. Qanaqa qilib yediray deyshadi ko'pincha. Shunga maslahatingiz? Bolalarga shirinliklarni taqiqlashimiz kerak bo'ladi. Mayli bir haftada bir marta yoki 2 haftada bir marta berish mumkin. Lekin asosan shirinlik nima ish qiladi? Shirinlik oshqozon osti bezini, o't qopini dimlaydi. Ana shulardan keyin zagib, o't qopida zagib kelib chiqadi, bolani og'zida hidlanish, ich qotishlari, bolani ishtahasini yo'q bo'lib qolishi, doim shirinlikka ruju qo'yishi qaraladi. Bola oqsil yemagandan keyin, ana shundan keyin yana qoni kamayishi boshlaydi. Oqsil yetishmayaptimi? Demak, bu rivojlanish strukturasi yetishmayotgani deyiladi. Shu bilan birgalikda bolani har taraflama rivojlanishiga manfiy ta'sir qiladi. Ya'ni ham aqliy, ham jismoniy rivojlanishi orqada qoladi. Ya'ni bolajonlarni to'g'ri ovqatlantirish bu tarbiyaga bog'liq ekan. Ya'ni tarbiyalab turib, ya'ni bolajonni to'g'ri ovqatga tushirib olar ekanmiz. Shirinliklarni bolada cheklash, misol uchun mutaxassis sifatida
bolaga shirinlik berish bu ularni rag'batlantirish deb biladi barcha kattalarimiz, ayniqsa dadajon buvijonlarimiz. Bolajon yugurib kelganda qo'liga o'sha shirinlik bilan ulashgisi keladi. Mutaxassis sifatida shuni aytardimki, shu shirinlikni o'rniga o'yinchoqlarga almashtirish va bolajon shunda ham rag'bat olgan bo'ladi. Shunda bolajonni shirinlikdan ham oson va ota-onalarga stresssiz olib chiqib ketishimiz mumkin. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamizmi? Hozirda o'yinchoqlar emas, gadjetlar bilan rag'batlantirish. Men tavsiya beraman, mana bola yurgan turgan joyda nimanidir og'ziga solib yurishni odat qiladi. O'shanda shirinliklarni o'rniga, shokolad, konfetlarni o'rniga turshak bilan magiz beringlar deyman. Zo'r. Bu o'sha sug'oy quruq mevalar juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni vitaminni ko'taradi, ishtahasini ochadi, qonni ko'paytiradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mayda-mayda pechenyelardan, konfet, shokoladlardan ko'ra shu magiz bilan turshak juda ham foydali bo'ladi. Ham chaynov refleksini rivojlantiradi bolani. Chunki chaynashga majbur bo'lganning hisobiga nutq apparati rivojlanadi. Ya'ni har bir narsani bola yoshligidan yeb o'rgansa, shu narsaga oson kirib kelar ekan. Nima bersak, bolajon shuni oladi. Shuning uchun kola berasizmi yoki turshakmi? Bu sizga bog'liq ekan. Hozir siz bir mavzuda bola rivojlanishida bog'chaga yo'naltirishni tavsiya qildingiz. Bu o'rinda mutaxassis sifatida, ya'ni bolalar bog'chasi jarayonida ishlayotgan tarkibimizda shu narsalarga duch kelyapmizki, ya'ni xususiy bog'chalarda va ommaviy bog'chalarda bolalar rivojlanishida o'sha taglikda qolib ketishligisi. Bu bilan biz bu mutaxassislar hammani ham kirita olmaymiz. Ya'ni ko'p holatlarda bolalar tagliklarda qolib ketyapti yoki o'sha so'ska butulkalar bog'chada ham davom etmoqda. Shunga qanaqa to'siqlar qo'ysak bo'ladi? Onalarimizga qanaqa majburiyatlar, ya'ni bog'cha tarafga ham majburiyatlar to'g'ri qo'ya bilishligisini va eng asosiysi bola hali to'liq rivojlanmagan, yoshiga yetmagan bola bog'chaga borishi qanchalik to'g'ri? Xo'p, hozirda juda ham xususiy bog'chalarimiz ko'p. Men taklifim shuki, xususiy bog'chalarga ham, davlat bog'chalariga ham haqiqiy mutaxassislarni ishga olishsa. Chunki haqiqiy mutaxassislargina bolani parvarishini o'rniga qo'ya oladi. Bo'lmasam, agar mutaxassisligi yo'q, diplomi yo'q, bog'chapalar, nyanchkalarni qo'ysak, albatta noto'g'ri tarbiyani ko'ramiz. Ya'ni ko'pgina bog'chalarda televizorlarni bo'lishi, bolani o'zi bilan o'zini ovora qilib qo'yish, bola bilan har xil mashg'ulotlar o'tmaslik, bola o'sha garshoklarga o'rgatmaslik, tagliklarda qolib ketishi rostdan ham yoki bir xil vaqtlarda, salqin vaqtlar kelib qolganda oynalarni ochib qo'yib bolalarni tez-tez shamollashi, shu masalalar muammo haqiqatda. Shuning uchun men taklifim haqiqiy mutaxassislarni ishga olishgani ma'qul. Ota-onalarga meni tavsiyam, bolangizni holati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu sog'lom bolami yoki qanaqadir nuqsonlari bormi yoki aqliy yoki jismoniy jihatdan orqada qolyaptimi, bu albatta mutaxassis ko'ruvdagina namoyon bo'ladi. Shuning uchun oldini olish maqsadida albatta 6 oylikdan boshlab mutaxassis ko'ruviga borishingizni tavsiya qilaman. Bu logoped, defektolog bo'ladimi, nevropatolog bo'ladimi, pediatr bo'ladimi? Albatta o'zini vaqti kelganda mutaxassis ko'ruviga ko'rsatishingiz zarur deb bilaman. Bu 6 oylik muddatda, 8 oylik muddatda, 1 yoshida, 1,5 yoshida, 2 yoshida. Bu sizni shikoyatingiz bo'ladimi, yo'qmi, undan qat'iy nazar mutaxassis ko'ruviga rejali tartibda olib borishingizni maslahat beraman. Ya'ni o'tib ketadi, bu holat vaqt bilan yaxshi bo'ladi. Besh gapiradigan ham gapirib ketadi deb kutib o'tirish kerak emas ekan. Va biz onajonlarimiz
ya'ni bola rivojlanishini qanaqa etapligini bilmasligimizda bolani ya'ni 6 oydan boshlab tushunasizlar, ya'ni 2 yosh emas, har bir mutaxassisga to'g'ri diagnostika qildirishimiz juda muhim ekan va bu ko'rsatmalarni olgan holatda bola bilan ishlashimiz kerak. Bog'cha, maktab bo'ladimi, har bir jarayonga bolani aynan tug'ilgan davrdan tarbiyalab yetkazib borar ekanmiz. Xo'p, endi esa yakunlovchi savol bilan bugungi podkastimizni yakunlaymiz. Va bizni yana bir savolimiz qoldi. Ota-onalarimizga qanday tavsiya berasiz? Nutqi kechikkan bolajonlar bilan qanday yondashuv qilishligingiz kerak? Qanday ish ketma-ketligini olib borishligingiz kerak? Nutq orqada qolayotgan bolajonlarda albatta ota-onalari o'z vaqtida logoped defektologlarga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Albattagina mutaxassisgina nutqi qaysi darajada orqada qolyapti, qaysi darajada buzilgan, ular albatta o'z maslahatlarini berishadi. Ota-onalarga juda ham katta iltimosim, keyin taklifim bu nutqi orqada qolishi o'z-o'zidan o'tib ketmasligi mumkin. Ya'ni 2 yoshda bolangiz gapirmadimi, siz chaqirsangiz qaramadimi, 1 yoshdan boshlab siz telefon, televizorga moyil qilganmisiz, jonli muloqotda chegaralab qo'yganmisiz, albatta endi yaxshilab mutaxassis ko'rigiga olib bormasangiz, uni parvarishini, tarbiyasini joyiga qo'ymasangiz, bolangiz 5 yoshda ham gapirmasligi mumkin. Bu degani maktabga vaqtida chiqa olmaydi degan. Maktabda fanlarni o'zlashtira olmaydi degan. Bizani ko'pincha ota-onalarimiz 6,5 yosh, 7 yoshga maktabga yaqin paytda psixonevrolog maktabga ruxsat bermagan paytdagina murojaat qilishadi. Bu juda kech bo'ladi. Shuning uchun yengil belgilarni ko'rdingizmi yoki bolangizda hech qanaqa shikoyatingiz bo'lmasa ham, oldini olish maqsadida ham o'sha nutqiy, aqliy rivojlanishi qaysi darajada, albatta logoped defektologlarga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Rahmat, bugungi manfaatli va juda ham kerakli va maslahatlarga boy suhbat bo'ldi. Ko'p savollarimizga to'laqonli javob oldik va bu maslahatlarimiz bekor bo'lmadi deb o'ylayman va bu jarayonda ota-onalarimiz o'zlariga kerakli maslahatlar olishdi va buni qo'llashadi deb o'ylaymiz, chunki maqsadimiz, biz mutaxassislarning maqsadimiz kasallikni davolash emas, uni oldini olish va qancha voqli aniqlansa, shuncha tez va oson bu holatdan chiqib ketish mumkinligi haqida suhbat qurdik. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.